Assalomu alaykum. Har doimgidek video darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi mavzuyimiz tilida uzluksiz taqsimot qonunlari ingrediyentlarning zakon распределения. Hop, bu yerda aslında endi misolni ham iloji boricha ko'rib berishga harakat qilaman. Chunki mavzuyimizdan asosiy narsa bu har bitta taqsimot qonunlarida muhim o'lchovliliklar bor. Ya'ni topadigan bu bizda o'sha matematik ya'ni matematik turni dispersiya, o'rta kvadratik og'ish va engga qo'shilgan model va mediani tushunchalarni har bitta taqsimot qonunlarida qanaqa aniqlash yo'llari mavjudligini ko'rib chiqamiz. Birinchi ko'rib chiqadigan taqsimot qonunimiz bu bizda eng keng tarqalgan taqsimot qonunlaridan bittasi, ya'ni равномерный zakon распределения deb atalgan. Равномерный zakon распределения bu bizda nima degani? Равномерный degani ya'ni вероятностda har bitta holatda, ya'ni har bitta hodisada bir xil qiymatga ega. Buni biz ya'ni misol tariqasida tanga otish va kubik tashlash yoki kazinoda yutuq olish natijasida ko'rgan edik. Ya'ni asosiy narsa nima? Har bitta ya'ni вероятностda bu yerda teng bo'ladi. Ya'ni P1, P2 va hokazo. Ya'ni har bitta ya'ni shunaqa holatli bizlar masalada kelsa biz doim shu taqsimot qonunidan foydalanamiz. Tekst taqsimot qonuni. Zo'r. Endi o'lchovliliklarni o'ziga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, birinchi o'rgangan narsamiz o'zi taqsimot qonunini ko'rinishi, uni matematik turma va dispersiyalarni ya'ni topilishini ko'rib chiqamiz. Birinchisi bizning taqsimot qonuni, ya'ni katta fx. Aynan bu taqsimot qonunimizda ya'ni qanaqa ko'rinishga ega bo'ladi. Asosiy narsa bizda ya'ni 0, ya'ni ehtimoliy 0 bo'ladi qachon? Qachonki u hodisa umuman sodir bo'lmaganda. Demak, bundan kelib chiqadiki, ya'ni bizda x emas 0 dan kichik. Bizda bu taqsimot qonunida kichik a deganda, endi a bizda bu masalan sharti beriladi. Qaysidir qiymatdan kichik bo'lganda, ya'ni bu hodisa yuz bermasdi. Keyingisi, aynan shu hodisa yuz berganda bizda taqsimot qonuni shunday ko'rinishi ega bo'ladi. X minus a taqsim b minus a. Hop. X kichik a va kichik yokiga teng b ko'rinishi beriladi. Bu bo'yicha yana hali to'xtalib o'tamiz. Ko'rinishi biroz murakkab ko'ringani bilan, lekin aslida misol ishlashni bitta ko'rganimizdan keyin juda ham oson ishlanadigan misollar. Bizda 1 bo'lar ekan, chunki ximiz b dan katta bo'lganda. Bizda qolgan raspределение deganimiz, hop. Bu bizda kichkina fx. Kichkina fximiz, ya'ni bu taqsimot qonunining umumiy ko'rinishi shunday ko'rinishga ega ekan. 0 bo'lar ekan, qachonki bizda ximiz a bilan b intervaliga kirmagan holatda va 1 taqsim b minus a bo'lar ekan, qachonki ximiz aynan shu intervalga kirsa. Hop, bu narsani yuqorida aytib o'tganimda, ya'ni misol davomida batafsil tushuntirib ketishga harakat qilamiz. Hozircha bu narsaga chuqur yondashmaymiz. Asosiy narsa nima desam, ya'ni yodlab qolishimiz kerak bo'lgan, bizga eng katta foyda beradigan narsa bu bizda asosiy o'lchovliliklarni, ya'ni matematik turma, dispersiya, model va medialarni topib berishda. Ya'ni shu qoidalarni bu taqsimotlar qonuni bo'yicha biz bilsak, biz vaqtga qolmasa osonlikcha topib bilamiz. Hop, birinchisi, ya'ni bu hammaga yozib bo'lib ketdi, mx, dx va sigma. O'rta kvadratik og'ish, dispersiya va matematik turma. Birinchi matematik turmadan boshlaylik. Matematik turma bizda ya'ni tekst taqsimot qonunida bunaqa ko'rinishga ega ekan. Ya'ni b qo'shuv a taqsim 2. Keyin dispersiyamiz. Dispersiyamiz bizga teng bo'lar ekan b minus a kvadrat taqsim 12. O'rta kvadratik og'ish bizda dispersiyani ilzosi ko'rinishda bo'lgani uchun, ya'ni o'rta kvadratik og'ishi shu dispersiyamizda qiymatini ilzosiga kiritib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni xuddi shu narsa. Bunda qiymat chiqadi. Ikkita yana bir muhim o'lchovlardan bittasi bu bizda mediani va model. Bizda medianada
xuddi shu b qo'shuv a taqsim 2 deb berilibdi. Ammoda ixtiyoriy qiyma a yu b interval. Nega aynan ixtiyoriy qiyma deyapti? Biz yuqorida aytib o'tganimizdek, o'zi model degani shunaqangi narsa ediki, uni ya'ni ehtimolligi eng yuqorisi bo'lgani bizning model deb ataladi. Endi tekst taqsimot qonunida har bitta ehtimollik, ya'ni har bitta hodisada bir xil qiymat, ya'ni konstantaga ega bo'lganligi uchun a yu b intervaliga ixtiyoriy son bo'lishi mumkin. Hop, endi hamma narsa biroz tushunarsiz ko'ringani bilan agar hozir bitta misolda ko'rsak, menimcha juda yaxshi bo'lardi. Bu narsani bitta kartochkami yoki o'ziluvchi shablon hosilida nima emas. Endi hadis taqsimot qonuni bilan faqat buni emas. Albatta, taqsimot qonunlari bilan. Hop, bitta misol ko'raylik. Hop. O'sha Rasulov kitobi o'zida juda yaxshi bitta misol berilgan. Hop, shartini uzoq o'qib o'tirmayman. Sanazi taqsimot qonuni o'ziga to'xtalib o'tirgan bo'lsa. Hop, qisqacha ta'rifi bo'yicha bizda shunaqa aytilyaptiki, bizda poyezd yurar ekan, poyezdda ya'ni umumiy kutish vaqti, ya'ni o'rtacha kutish vaqti 4 daqiqa ekan. Hop, qisqa shartini yozib qo'ydik. Ya'ni poyezdda har bitta harakat intervali harakat interval bizda 4 daqiqa ekan. Ya'ni vaqt haqida gap ketyapti. Bizga aytilyapti, shunaqangi ehtimollikni topgan vaqtda, ya'ni yo'lovchi uni ya'ni birinchi shartida aytyapti, 2 daqiqadan ko'p kutadi. Ya'ni kutish vaqtini agar t deb olgan bo'lsak, o'sha t'imiz bizda 2 dan ko'p bo'lsin deyapti. Shuningdek, bu narsani matematik kutilmani topgan vaqtisidan ayniqsa hop. Va o'rta kvadratik og'ash. Hop, shu ikkita o'lchovlarni aniqlashimiz kerak. Hop, bu yuqorida aytib o'tganimdek, bu yerda ham xuddi shu narsani qilamiz. Ya'ni birinchi qiladigan ishim bu bizda taqsimot qonunini tuzib olish bo'ladi. Ya'ni fx. Fx nimaga teng bo'ladi? Biz bu yerda aytdik. Ya'ni shablon bunaqa ko'rinishda ekan. Xuddi shu shablonga qo'yib olamiz. Ya'ni x kelgan joyda x, a bilan b kelgan joyga a bilan b. Faqat qo'yish tartibi qanaqa bo'ladi? Xuddi bunaqa. Ya'ni boshda nima edi bizda? Eng birinchisi 0. Qachon 0 bo'ladi? Qachonki x bizda kichik bo'lganda xuddi shablonga qaraymiz. Shablonni bizda kichik yoki teng a deydi. Yo'q, xuddi shu narsa. Kichik yoki teng a deb qo'yamiz hozircha. Keyin bu yerda bizda x minus a taqsim b minus a. Qachonki bizda x'imiz kichik a, kichik yoki teng b. Va bu yerda bizda qachon 1 bo'ladi, qachonki bizda x'imiz bdan katta bo'lgan holatda. Xo'p, bu yerdagi a bizda hozir shartiga mana harakat intervalini tushunsak bo'ladi. Ya'ni a bilan b ni ya'ni o'zi tekst taqsimot qonunida bunaqa ko'rinishda beriladi. A yu b. A bizga hozir holatda harakat interval nima bo'ladi? 0 dan 4 daqiqagacha. Ya'ni poyezd 0 daqiqadan 4 daqiqagacha harakat intervali. Ya'ni bundan oshib ham ketmaydi, undan kamayib ham ketmaydi. Ya'ni kutish vaqti sizda manfiy bo'lmaydi. Yoki 4 daqiqadan oshib ketolmaydi. Chunki sizda harakat intervali cheklangan. 4 daqiqa. Aynan shu narsa bu bizda ya'ni ravnomerni, ya'ni tekst taqsimot qonuni. Ya'ni shu ko'rinishda beriladi. A yu b o'lchovlari orqali. Bu narsani hammasini qo'yib oladigan bo'lsak, nima bo'ladi bizda? 0 ligicha qovuradi. Qachonki bizda endi bizda a-imiz nima bo'lib qiymat? 0 bo'ldi, to'g'ri? 0 bo'lganligi uchun bu yoqqa 0 qo'yamiz. Hop, keyin endi bu narsaga a ni joyiga 0, b ni joyiga 4 olib kelib qo'ysin. Nima bo'ladi? X taqsim 4. X taqsim 4. Mana shu yerda xatolik ketgan deyman. Mana x o'rtada bo'lishi kerak aslida.
Chunki x'imiz hozir 0 dan kichkina bo'lib qolmaydi interval. Mana shu intervalni yana bitta aniqlab tekshirib qo'yamiz. Chunki intervalimiz 0 dan kichik bo'lganda 0 bo'ladi. Bu yoqda endi 0 u 4 oralig'ida. Va oxirgisi 1 bo'ladi. Qachonki yuzida x'imiz 4 dan yuqori bo'lgan. Xo'p, bu narsani endi biroz mantiqdan tushuntirib berishga harakat qilaman, lekin bunga qancha chuqur ahamiyat bersangiz, shuncha adashib ketasizlar. To'g'risini aytsam. Chunki bu bizning asosiy maqsadimiz bunda emas. Asosiy maqsad boyaga aytganimizdek, mana bu ko'rsatkichlarda. Bizga bu taqsimot qonunlar mana bu ko'rsatkichda yordam beradi. Mana bu funksiyani o'zida qotib qolgan talaba bo'ldi. Shuni o'zida qotib qoladi, yutqizadi vaqtdan. Endi qisqacha tushuntirib berishga harakat qilaman, lekin kimdadir savol tug'ilishi mumkin. Nega aynan bu 0, nega bu x-4, nega 1 bo'lgan? Bizda x kichik 0 degani, masalan, aytaylik, kutish vaqti 0 dan kam. Umuman kutmadingiz, ya'ni aytaylik, poyezd sirazi kelib qolmaydi, ya'ni 0 dan kichik aytdik biz, ya'ni manfiy bo'lgan holatda, ya'ni kutish vaqti o'zi manfiy bo'lmaydi, shuning uchun ehtimoli 0. 0 u 4 oralig'ida sizda ehtimoli shunga teng bo'lishi mumkin. 4 daqiqadan oshib ketsa, sizda poyezd shu keladi. Yani chunki o'zi interval shunga teng, ya'ni kutish oralig'i o'sha poyezd. 0 u 4. O'zi asosiy narsalar taqsimot qonunini bilgandan keyin endi misolda shartida ham aytish mumkin. Hali nazorat ishlarida ham shu narsa shunga tartibdagi misollar tushishi aniq, chunki mavzu shu tarzda o'tyapti. To'lqin samsuzlangan deb aytilgan, ya'ni kichik fx. Kichik fx ni undan oldingi video darsida biz aytdik. Katta fxlarni, ya'ni katta fxdan hosil olish yordamida biz kichik fxni topishimiz mumkin ekan. Mana ham hozir shu ish qilaman. Hosil olib ketaman. 0 dan hosili 0. Mana funksiyaga qaraylik. Mana bu yoqdan davom etamiz. 0 dan hosili bizda 0, x taqsim 4 dan hosili 1 taqsim 4 va 1 dan hosili yana 0. Tezroq qo'ying. Bu bizda to'lqin sirasining to'g'ri o'z bo'yichasiga zichlik bo'ladi. Intervalni o'zgarmaydi deymiz. Aytib o'tganimda bu narsaga unchalik chuqur kirib ketishga shart emas. Bilib qo'ying, ya'ni taqsimot qonunidan zichlikni topish uchun shuni hosil olaman bo'ldi. Ya'ni bu narsaga vaqt ketkazish shart emas. Chunki nazorat ishida siz qancha tez ishlasangiz, shuncha o'zingizga foyda. Qolgan chuqur narsani o'zingiz yana mustaqil o'rganish davomida o'rganib borsangiz bo'ladi. Taqsimot qonunini va zichlik funksiyalari hammasi topishni bilib oldik. Endi boyagi muhim narsalar, ya'ni matematik kutilma, dispersiya va o'rta kvadrat og'ishni qanaqa topamiz? Esingizda bo'lsa, undan oldin ya'ni teoriya qismida aytdik, ya'ni mana bu shablonni bilgan odam mana integral qilib yoki poisson shunga o'xshash har xil formulalar ishlatib o'tirish shart emas. Shuning uchun ham biz mana taqsimot qonunlarini o'rganamiz. Ya'ni mana bu ko'rsatkichdan bilgan holatda osongina tez qiymat topish. Masalan, matematik kutilma bizda nima ekan? B qo'shib A taqsim 2. Bizda poyezdni kutish vaqti 0 dan 4 gacha. Ya'ni shuda bizda A bilan B. Demak, matematik kutilma nima bo'ladi bizda? B plus A taqsim 2 bo'lsa, bu menda 4 qo'shuv 0 taqsim 2 degani yoki 2. Demak, matematik kutilma menda 2 daqiqaga ekan. Keyingisi dispersiya. Hop, dispersiya formulasini nima dedik? B dan A ni ayiramiz, uni kvadratga oshirib 12 bo'lamiz. Mana ham shu ish qilamiz. B dan A ni ayirgan holatda kvadratga oshirib 12 bo'lishim kerak. B dan A ni ayirsam, menda 4 kvadrati taqsim 12. 4 kvadrat bizda 16. 16 bilan 12 dan gap qisqartirib olgan bo'lsa, bu menda 4 taqsim 3 beradi. Va oxirgisi o'rta kvadratik og'ish. Bu doim bizda dispersiyadan ildiz olingan qiymat bo'ladi. Ildiz olsak, bizda 2 taqsim ildizosi 3 qiymatga erishadi. Aniq qiymatini ya'ni kalkulyatorga berib hisoblab ko'rish. Bu bizda birinchi qism. Ikkinchi qism. Bundoq qarasa biz shartni bajardik. Mana ikkinchi shart. Birinchi shart. Birinchi shartda bizga aytilgan, ya'ni harakat vaqti 2 daqiqadan ko'p. O'zi teoriya qismida yana bitta narsa eslatib o'tish esimdan chiqdi. Yaxshi, hozir ko'rib chiqamiz. Har bitta taqsimot qonunida ya'ni shunaqa interval beriladi, ya'ni ehtimollik
ma'lum bir intervalda qanchaga tengligi. Hop, buni formulasi ham bor bizada. Agar bizada tekis taqsimot qonuni bo'yicha, ya'ni ehtimollik aniq bir interval oralig'ida qaysi ehtimollik qiymatiga teng deb so'rasa, ya'ni savolda bu narsani alfa bilan beta ko'rinishda beramiz. Alfa bilan beta bizda aynan shu interval. Ya'ni shu intervalda nimaga teng aytiladi? Bu narsa bizda teng bo'ladi. Ya'ni sharti bo'yicha katta, ya'ni taqsimot qonunini ayirmadi. Bu taqsimot qonuni bo'yicha formula bizda teng bo'lar ekan beta ayru alfa taqsim b minus alfa. Yani bizda asosiy formulaning bittasi. Endi bu narsani qanaqa ishlatishi bitta ko'rib chiqaylik. Ishlatish qanaqa bo'ladi? Bizda a bilan b berilgan, ya'ni a yu b bizda 4 daqiqa bo'lgani uchun, ya'ni 0 daqiqadan 4 daqiqagacha bo'lishi mumkin kuchli vaqt. Alfa bilan beta bu bizda endi shartida berilgan. Shartda mana aytibdi, bu poyezd 2 daqiqadan ko'proq kutsin deyapti. To'g'ri? Demak, bizda alfa bilan betani oralig'i teng bo'ladi. Endi qarang, siz 2 dan cheksizlikgacha kutishingiz mumkinmi poyezdni? Maksimum 4gacha. Maksimum 4gacha kutasiz. Xo'sh. Shuncha yo'l to'g'ri to'xtaydi. Endi davom etadigan bo'lsak. Q degan bo'lsa, endi formula bo'yicha biz nima qilishimiz kerak edi? Beta minus alfa taqsim b minus a. Beta minus alfa degani ya'ni 4 ayru 2. 4 ayru 0. Bu 4 ayru 0. Endi nega aynan bu narsani bilishimiz kerakligini tushuntirib beraman. Bu taqsimot qonuni hali eng osonlardan bittasi, deyarli eng oson desa ham bo'ladi. Agar sizlar mana bu formulani bilmaganingizda xuddi qolgan taqsimot qonunlari kabi mana bu formula bo'yicha ishlashingiz to'g'ri keladi. Yana nima bo'ladi? Ya'ni integral qilamizlar. Xuddi shu tarifi bo'yicha biz oraliqda, endi uzluksiz bo'lganligi uchun bu narsani endi topishni deyarli ilojisi bo'lmasa kerak. Chunki ancha murakkablashib ketadi. Diskret o'lchovda biz nima qilardik? Har bittasini qo'shib chiqardik. Masalan, agar mana t 2 bo'lganda, bu faqat diskret o'lchovda. Ya'ni p 2 daqiqa, keyin p 3 daqiqa va p 4. Endi bu narsa bizda uzluksiz funksiya bo'lganligi uchun bu narsani hisoblash ancha murakkablashib ketadi. Shuning uchun har bitta taqsimot qonunida shunaqa formulalarni ham birga yodlab qo'yiladi. I mediana modani ham agar so'rasa, xuddi shu formula orqali topiladi. Asosiy narsa shu. Ya'ni birinchi taqsimot qonuni umumiy tartib.